Bu ko'rib turgan ikkita ko'chat daraxtlar magnola hamda bonsai daraxti. Bitta jentrani puli turadi. Izohlarda shu ko'chatlarni farqiga boradigan narx-navoni yozib qoldiringlar. Bugungi manzilimiz O'rizor mahallada joylashgan umumiy 6 sotuv yer maydonidan iborat bo'lgan qasr hovlimiz. 1 million AQSh dollardan ortiq pul ketgan hovlimiz teng yarim narxlarda srochda sotiladi. Sotilayotgan xonadonimizda Seryozning okaning uylari ayrim sabablarga ko'ra sotyaptilar. Oka, kelishtiring. Zetayotgan pulni ancha baland deb turib, 600 mingdan sal nari beri narx chiqardi. Hop, qaranglar, mana bu uyimiz podval 1-2 etaj. Umumiy 6 sotuvga tushgan. Fasadda o'zi 20 metr, ichkariga yana 30 metr ketgan. Bundan tashqari zo'r fishka tarafi uyimizning ichida o'zini ofislari ham bor. Tashqari taraf landshaftlari qilingan, ограждениялар bor. Uylarda mehmondorchilik bo'ladigan bo'lsa, uglovoy taraf bemalol kirasizlar. Alohida o'zining darvozasi bor. Ko'chamiz asfalt qilingan, hamma kommunikatsiya bor. Bundan tashqari tupik ko'cha, yopiq ko'chada joylashgan. Uyimiz ishoning, hoji aka, rosta gazim zo'r. Shu video manfaatli chiqish uchun bitta like bosib, yaqinlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar, biz sizlarga batafsil ko'rsatib chiqamiz. Tashqariga ham, ichkariga ham mashina qo'yish uchun sharoitlar qilingan, elektromobil uchun elektr stansiya. Ishonasizlar, bitta kamazam kirib ketadi. 6 sotuvli joyimiz, asosiy bino kirish zinapoyalari bu yoqda o'zini favoralariga chiqib qo'yilgan. O'rtada landshaft zonasi, bu yerda gullar, daraxtlar ekilgan, tapchan zonalar, tapchani tagidan qaranglar. Bu yerda o'zini devordan favoralarga chiqib qo'yilgan sharsalalarni. Etek tomonda yosh katta otaxona xohlamoqchi alohida xona, zallar qilib qo'yilgan hamda kattagina darvoza, mehmonlar bemalol kirib chiqib yuraveradi. Uy egalari Dubaydan bitta zo'r ideya qilishgan, qaranglar. Hamma hovlida bo'ladigan muammo tikonlar qilib qo'yishgan. Bu tikonlar nimaga? Qushlar kelib turib, eng qurib mashitda o'tirmasligi uchun Dubaydan maxsus olib kelishgan ekan. Xonalarini bu sizlarga batafsil tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Asosiy binoga kirdi, qaranglar. Ikkinchi qavat ko'tarilsa bo'ladi, bu yerdan podvalga tushsanglar bo'ladi. Zina ushagichlari, zinani o'zi, bundan tashqari 3 metrlik eshiklar hammasi yong'oq materiali. O'ng tomondan boshlaymiz. Birinchi xonamizdan ko'radigan bo'lsanglar, spalniya xonamiz 5 ga 5 o'lchamda. Uni oldida bo'lsa, alohida o'zining garderobi joylashgan. Ikkinchi xonamiz 6,5 ga 8 o'lchamda zal. Bemalol 20-25 ta odamni kutib olish uchun sharoitlari qilib o'tilgan. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzil qismi. Bu sanuzilga alohida e'tibor berasizlar. Hamma aksessuarlari, kafillargacha Italiya mahsuloti. 3-xonamizda bo'lsa mini zal, shu yerda o'zi TV zonalar qilib qo'yilgan, miyaqki zonalarigacha. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan alohida o'zini oshxona qismi, har kungi nonushtaga o'tiradigan joy hamda oshxona mebel texnikalari ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, podvalga bitta tushamiz, barcha sharoitini bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Podval o'zida bitta hayot alohida. Tushdinglar, miyaqki zona. Qaranglar. Basseynga o'tsanglar bo'ladi. Basseyn mozaikalari hamma narsa tayyor. Uni oldida bo'lsa o'zini saunalarigacha bor. Ishlab turibdi, tayyor holatda. Oldida sport zal, barcha aksessuarlar bo'lsa to'liq qo'yib o'tilgan. Alohida podval uchun garderob xonasi, bundan tashqari bilyard xonani bitta ko'ringlar. Naturalniy travertin toshlar, bilyardni o'zi bo'lsa originali. Bu yoqdan bo'lsa alohida bilyardni joyi, eshiklarigacha bu yerdan dushvoy kabinalariga chiqib qo'yilgan. O'rtoqlar bilan kelib turib bemalol bilyard o'ynasanglar bo'ladi. Yana bitta qiziq ma'lumot ko'rib turgan daraxtlar, ya'ni yog'ochlar, pol Venetsiyadan olib kelingan bir necha asr davomida suvni tagida turadigan daraxtdan original mahsulot. Koridor qismidan yuradigan bo'lsanglar, kattagina garderob podvalda o'zida joylashgan. Ikkinchi qavatga ko'tarildi, zo'r fishkasini videoning oxirida ko'rsataman. Qaranglar, chiqdi. Namoz o'qish uchun kichkinagina zo'r joy qilib qo'yilgan, nasib qilsin hammamizga. Koridor orqali yuradigan bo'lsanglar, cherdaga chiqish uchun joy. Yopib alohida xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan kattagina zal qismimizda ko'rib turganlardek yeritigi, taxtalari hammasi ruchnoy ish. Ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan sanuzilimiz bu yerda ham kafillarigacha barcha aksessuarlari to'liq Italiya mahsuloti. Qiz bola farzandlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz kattagina, kengina, mebellarigacha Italiyadan olib kelingan. Qiz bola, o'g'il bola farzandlaringizdan dars qilish uchun alohida bitta xonasi, mebellari tayyor holatda, barchasi qoladi. Ko'rib turganingizlar, menga yoqqan tarafi mana ko'rib turgan spalniyalar. Nimasi zo'r? Bu spalniyaning ichida o'zini ofisi bor. Qaranglar, spalniyada turibmiz, spalniyadan ofisga kiramiz. Ofisda o'zini alohida o'tirish uchun kabinet stullari, bu yoqda mehmonlar kelib qoladigan bo'lsa, mehmonlar bilan bemalol kofeni ichib, shu yerda o'zida ishinglarni gaplashib o'tirsanglar bo'ladi. Sharoitlari hammasi bomba qilingan.
Asosiy bino orqali chiqdi, hop binoni ichidan kirsanglar bo'ladi podvalga, hamda tashqari tarafdan u yoqdan tushgan zinamiz orqali podvalning ikkita tarafidan chiqsanglar bo'ladi. Etek tomonda uy egalari o'zini ota-onalari uchun alohida bino tushirishgan, ya'ni bu yerda nima bor? Kattagina oshxona, mebel texnika jihozlari qilingan. Ikkinchi oshxonamiz. Bu yoqdan bo'lsa mehmonxonaga o'tsanglar bo'ladi. Oldidan kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining ichida sanuzellarigacha. Mashina turish uchun alohida ikkinchi darvoza orqali kirasizlar. Bu yoqdan bo'lsa uglovoydagi uyimizning ikkinchi darvozasidan chiqasizlar. Ko'ryapsizlar, kattagina kengina mashinalar ham bemalol 6 tezasi ketadi. O'sha binoyimizning 30 metrlik fasad qismi. Pastda bo'lsa har doimgidek joyiga raqamini qoldiramiz. Uy bozor Plus kanali nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.